Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uchi do'stlar. Biz mərhum tarixçimiz Turg'un Almas Əpəndi yazgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda biz Uyg'ur xalqlari bilan har qaysi Xitoy sulolalari o'ttirlaridagi urush jidal va boshqa munosabatlarni o'qib o'tgan edik. Oldin qismning oxirini bir eslatib o'tay. Uyghur xalqı aq g'ullar bilan yaxshi xo'p bo'lib olgandan keyin avarlarga qarshi kuch to'plab jiddiy urush harakatlarini ilib berish imkoniyatiga ega bo'ldi. Shundan boshlab Uyghur xalqi bilan avarlar orasida nihoyatda uzunga so'zilgan qonliq tortishma janglar boshlanib ketdi. Milodining 511-yili avar qag'oni To'qxon Baturxonga qarshi atlandi. Ahvolni aniq bayqab turgan Baturxon Bargulning shimolida To'qxon bilan uchrashdi. Shu joyda bo'lgan jangda Baturxon mag'lub bo'lib, orqaga 300 chaqirimcha chekinib, Jimsar atrofiga keldi. To'qxon Qumulning shimolidagi taqqa joylashib oldi. Dal shu chaqda Uyg'urlar bilan harbiy ittifoqi bo'lgan Shimoliy Vey xalqi tarafidan avatilgan bir necha ming kishilik qo'shin Ming Vey nomli Sangonning yetakchiligida Qumulga yetib keldi. Buningdan ansiragan To'qxon oldirab tenab qechishga urindi. Bu fursatni qo'ldan bermagan Baturxon nihoyat tezlikda besib kelib, To'qxon bilan Baris ko'lining shimolida jang qildi. Jangda Uyg'urlar g'alaba qozondi. Baturxon To'qxonni tirik tutib olib, uning beshini kesib, Ming Vey orqali Shimoliy Vey xalqining xoni Xuanwudiga sovg'a qilib avatdi. Baturxon Bargulning shimolida avarlar ustidan g'alaba qozongan tantanli kunlarda Xuanwudiga elchi yo'llab, uningga oltin, kumush, so'zlarlarni va 5 to'yoq ot sovg'a qildi. Baturxonning elchilarini nihoyat xushallik bilan qarshi olgan Xuanwudi darhol minnatdorlik elchiligini yo'llab, Baturxonga chalg'u asboblarini yasaydigan 80 nafar usta va qizil shoydan 10 top, gullik shoydan 20 top sovg'a avatib, Baturxonning avarlar ustidan qozongan g'alabasini tabrikladi. Baturxon shu g'alabadan 6 yil o'tgandan keyin milodining 516-yili avar qag'oni Chunuxon bilan bo'lgan jangda mag'lub bo'ldi. Chunuxon Baturxonni tirik tutib olib, uning ikki putini ikki otga bog'lab, otga so'ritib, uni ikki parcha qilib tashladi. Otasi To'qxonning o'chini Baturxondan olgan Chunuxon Baturxonning bosh so'ngiga zar yalatib, uni may ichadigan qadah qilib oldi. Milodining 516-yili avarlar tarafidan nihoyat og'ir mag'lubiyatga yo'liqqan Uyg'urlar o'z ittifoqdoshi bo'lgan Oq G'ullarning yordami bilan o'zini o'ngishib oldi. Oq G'ullar Baturxon o'ldirilgandan keyin uning inisi Ilbagni Uyg'urlarga xon bo'lishga avatdi. Ilbag xon bo'lib turgan mezgilda Uyg'ur xalqining ahvoli yaxshilanishga qarab mangdi. Ilbag darhol Shimoliy Vey xalqiga elchi avatib munosabat bog'ladi. Ondan keyin milodining 521-yili yurish qilib, avar qag'oni Brahmanni tarmar qildi. Brahman hozirgi Gansudagi Huveyga qechib ketdi. Milodining 523-yili Shimoliy Vey xalqining xoni Xiaomindi Ilbagga elchi avatib, uningga xilma-xil rangda sirlangan isil yelpigich, kulluk, taqadumbaq va chidirlarni sovg'a qildi. Ilbag milodining 530-yili avar qag'oni Aynag'ay bilan bo'lgan jangda mag'lub bo'lib qaytib kelganda ukisi Yuqu, Chunchining kenji o'g'li tarafidan o'ldirildi. Ilbagning avarlar tarafidan mag'lub bo'lishi Uyg'urlarning yaqin ittifoqdoshi bo'lgan Oq G'ullarning shu chaqlarda avarlarning tarafini olganligi bilan nihoyat yaqin munosabatlik edi. Avarlar milodining 520-yilidan boshlab Uyg'urlarning ittifoqdoshlarini o'z tarafiga tortib, Uyg'urlarni yetim qoldirish uchun bir qator diplomatik harakatlarni qo'llanishga boshladi. Avarlar milodining 520-yili Aynag'ayning qizini Oq Hun imperatori Mikrikuraga yotliq qilib, Oq G'ullarni o'z tarafiga tortib oldi. Shu yili Aynag'ay yana Shimoliy Vey xalqining poytaxti Loyanga berib ziyoratda bo'ldi. Aynag'ay milodining 522-yili avarlarga qolgan bo'lgandan tortib 552-yilgacha bo'lgan mezgilda Oq G'ullar bilan do'stona o'tdi. Aynag'ay Oq G'ullar bilan ittifoqlashib olgandan keyin
miladining 533-yili Shimoliy Vey xonligining malikasiga va miladining 538-yili Sharqiy Vey xonligining malikasiga uylandi. Demak, avarlar Shimoliy Vey bilan Sharqiy Vey xonliqlarini o'z tarafiga tortib oldi. Yuqoridagi ahvollarga asoslanganda, avarlar Aynag'ay xaqonlik qilgan mezgilda Uyg'ur xalqini yolg'iz qoldirib, asosiy kuchlarini ularga qarshi atlantirish imkoniyatiga ega bo'lgan. Shuning uchun miladining 530-yili Yilbagi avarlar bilan bo'lgan urushda mag'lub bo'ldi. Shundan keyingi urushlarda Uyg'urlar mag'lub bo'lib turdi. Yo'qu miladining 537-yili Aynag'ay tarafidan mag'lubiyatga uchraganda Yilbagining o'g'li Bagichi tarafidan o'ldirildi. Bagichimi avarlar tarafidan mag'lub bo'ldi. Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda, Bagichidan keyin Uyg'ur xalqiga Yo'quning o'g'li Chobinning xon bo'lganligi noma'lum. Chunki miladining 537-yili Bagichi avarlar tarafidan mag'lub bo'lganda, Chobin Sharqiy Vey xonligiga qochib ketgan. Shu yerda kasal bo'lib olamdan o'tgan. Uyg'ur qo'shinlari miladining 546-yili bu chaqda kimning xon bo'lganligi noma'lum. Avarlar bilan jang qilish uchun ketayotganda Oltoydan bosh ko'tarib chiqqan ko'k turklarning xonlari Aka-Uka To'manxon bilan Istamixonlarning orqa tarafidan qilgan tuyuqsiz hujumiga uchrab tarmar bo'ldi. Tarixda Egiz Harovliqlar xonligi nomi bilan atilib 60 yil, ya'ni miladining 487-yildan miladining 446-yilgacha hukm surgan Uyg'ur xalqi o'z qarindoshlari bo'lgan ko'k turklar tarafidan bo'ysundirildi. Mana shu Uyg'ur xalqi o'z tarixida xeyli muhim rollarni o'ynadi. Uning tarixiy roli ikki tarafdan isbotlanadi. Uyg'ur xalqi qurilgandan tortib, Xuanxe vodisida qad ko'tarib turgan Shimoliy Vey xalqi bilan do'stona munosabat o'rnatdi. Bu ikki davlat avarlarga qarshi ittifoqchi davlatlardan bo'lib, Uyg'ur xalqi boshdan oxirigacha 60 yil degdek avarlar bilan to'xtamay urushib turdi. Miladining 400-yillariga kelganda, territoriyasining Sharqiy Koreyagacha, G'arbiy Qozog'istongacha, G'arbiy Janubiy Qora shahargacha tutashgan kuchlik avar qag'onligi Batur, Arik, Suyar, Egiz Harovliqlarni bo'ysundira olmadi. Uyg'urlar avarlarning nurg'un joylar, ya'ni Oltoy bilan Tag'ri-tog'larning orasidan Turpan, Qarshahar, Kiroran, Charchan qatorliq joylardan haydab chiqarib avarlarga ajallik zarba berdi. Miladining 487-yilidan 546-yilgacha bo'lgan 60 yilni o'z ichiga olgan mezgilda avarlarning asosiy kuchlari Uyg'urlar bilan uzunga so'zilib ketgan qonliq urushlarga jalb qilinganlikdan avarlar Sadichin Sipildan o'tib Xuanxe vodisiga hujum qilishga zalib etinolmadi. Shunga bu mezgilda Xuanxe vodisining iqtisodiy gullab yashnash imkoniyatiga ega bo'ldi. Yana bir tarafdan olganda, Uyg'urlarning avarlar bilan tirkishib urushib turishi miladining 440-yili avarlar tarafidan bo'ysundirilgan Oltoy turklarining qadam-qadam qudratlanib, oxirida avarlar ustidan g'alaba qilib, ulug' ko'k turk qag'onligini vujudga keltirishga foydali sharoit yaratib berdi. Ko'k turklar miladining 6-asrdan 8-asrning 40-yillarigacha qadar 2 asr hukm surgan ulug' qudratli ko'k turk qag'onligini qurdi. Ko'k turk qag'onligi toza gullab yashnagan mezgilda miladining 560-yillardan 600-yillarigacha shu vaqtdagi qag'onlikning territoriyasining sharqiy Saxalin oralig'iga, g'arbiy Qora dengizining bo'yiga, shimoliy Bayqal ko'li bo'ylari va Yansay daryosining o'rta iqimlariga, janubiy Sadichin sepiliga, g'arbiy janubiy Hindistonning shimoliga tutashgan edi. Ko'k turk qag'onligi dunyodagi eng kuchli davlat hisoblangan Sharqiy Rim imperiyasi Iran Sasaniylar Shahin shahliqidanmi kuchli qag'onlik bo'lgan edi. Bu haqda akademik Bartolit mundaq deb yozgan. Turk qag'onligi Mo'ng'ullar davridan burun o'tgan hamma ko'chmanchi imperiyalarning eng qudratligi edi. Miladining 570-yillardan boshlab turklarning Tinch okeandimi, Qora dengizdagi harbiy kuchlari bor edi. Ko'k turk qag'onligi toza kuchaygan chaqda turk otliq qo'shinlarining soni 400 mingdan kam bo'lmagan. Ko'k turk qag'onligi dunyo tarixida nihoyat muhim o'rin tutadi. Turklar davrida Osiyo xalqlari bilan Yevropa xalqlari orasida siyosiy,
iqtisodiy, madaniyat jihatlaridagi munosabat burunqiga qaraganda texmo quyuq, texmo keng miqyosda g'ulash yaydi. Turklar davrida Şərq xalqları bilan G'arbdagi xalqlar har jihatdan bir-biriga ta'sir ko'rsatib, dunyo madaniyatining taraqqiyotini ilgari surib, mazmuni mo'l, yepyangi bir madaniyatni vujudga keltirdi. Eng muhimi, ko'k turklar davrida, Qaraxonlar davrida O'rta Osiyoda vujudga kelgan uyg'unish davri uchun asos yaratildi. Qaraxonlar davridagi uyg'unish Yevropadagi uyg'unish davridan 3 asr burun boshlangan edi. O'rta Osiyodagi uyg'unish davrining asosli vakillaridan biri bo'lgan Yusuf Xos Hojib, Mahmud Qashqariylarning o'tirg'a chiqishi, Qutatg'u bilik va turkiy tillar divoni qatorliq ulug' o'chmas asarlarning maydonga kelishimi turklar davridagi madaniyatga varislik qilishdan, Urxun Uyg'ur qag'onligi davridagi madaniyatga varislik qilishdan, islom dunyosi orqali O'rta Osiyoga tutashtirilgan qadimgi Yevropa madaniyatining javharlarini qabul qilishdan bo'lgan. Dünya madaniyat tarixida nihoyat muhim rol o'ynagan Urxun mangu toshlariga yozilgan tarixiy va adabiy yodgorliklarning ijodchisi bo'lgan ko'k turk qag'onligining vujudga kelishi va gullab yashanishida Uyg'urlar nihoyat muhim rol o'ynaydi. Türk so'zining ma'nosi to'g'riliq bir necha xil tushuntirish bo'lsa-mu, eng asosligi aqlga muvofiq keladigan dunyodagi tarixchilarning mutlaq ko'pchiligi birdek e'tirof qiladigan Türk so'zining ma'nosi qudratlik, kuchlik degan bo'ladi, degan qarashdir. Buningdan boshqa ko'k turk degan so'z ilohiy turk degan bo'ladi. Chunki turklar ko'k osmoni eng ulug' Tangri deb ko'radigan makon tariqasida tushunadi. Shuning uchun ko'kni rang uqmiga emas, Tangri, Xudo deb biladi. Demak, ko'k turk so'zi ilohiy turk degan ma'noda bo'ladi. Türk degan nom qadimgi chaqlarda ma'lum tarixiy sharoitda, ma'lum territoriyada yashagan turklarning nomi bo'lib, intik ma'noga ega edi. Masalan, bu nom milodidan 6 asr burun Idil, Volga, Yayiq, Oral daryolarining bo'ylarida yashagan turklarni va keyin Altayda yashagan turklarni ko'rsatdi. Türk degan nom eng dastlab Yunon va Roma, Rim tarixchilari milodidan 5 asr burungi chaqdan boshlab o'z asarlarida tilga ilishga boshlagan Yunon tarixchilari Herodot milodidan 5 asr burun o'tgan. U Herodot turklarni Yurkai deb yozgan. Roma tarixchisi Filinus va Fumfiuslar Turkai deb yezishgan. Ular tilga olgan turklar Edil va Yayiq bo'ylarida yashagan turklar edi. Jungoning tarixiy yilnomlaridami Ju sulolasi yilnomasida Turk degan nom Herodotdan 1100 yil keyin, ya'ni 7-asrning boshlarida deb tilga ilingan. Turklar intayin jangovar, xumari, otni bek yaxshi ko'rgan xalq edi. Türk atqa minganda atasini unutib qoladi degan maqol bekorga chiqqan emas. Turklar ko'k turk qag'onligini qurg'icha g'ullarga va avarlarga beqinib yashagan edi. Ko'k turk qag'onligi tashkil topgan chaqda, ya'ni 6-asrda turk so'zi sapla Altaydagi turklarni ko'rsatadigan intik ma'niga ega bo'lishdan qoldi. Chunki turk qag'onligi davrida turk degan nom Türkçe tilda so'zlashadigan irqiy va o'rib-odat jihatda bir-biriga o'xshash yoki yaqin bo'lgan Uyg'ur, O'g'uz, Qirg'iz, Qipchoq, Chigil, Basmil, turkashlar bilan keyincha turklashgan qitallarning va boshqa xalqlarning o'rtaq millat nomi bo'lib qoldi. Ya'ni mana shu chaqdan boshlab Türk degan nom Türk qag'onligi territoriyasida yashaydigan barliq xalqlarning milliy va siyosiy birlashmasini bildiradigan nomga aylandi. Altaydagi turklar qadimgi chaqdan tortib temir tavlaydi, xilma-xil harbiy qurollar,
neyze, qilich, saut, dubulg'a, qalqon, o'qiyalarni yasashqa nihoyatda usta edi. Uningda boshqa oltindan turmushqa kerakli saymonlarni, oltin taxit, oltin turuk, oltin jam, oltin qacha, oltin qadah, oltin o'zanga, oltin yugan, oltin yingna, oltin juvalduz, oltin darash, oltin aynak, oltin cho'gillarni, zibu zinnat buyumlaridan oltin toj, oltin kamar, oltin o'tug'at, oltin saqa, oltin chiga gul, oltin uzuk, oltin bilezuk qatorliqlarni yasashqa usta edi. Biz başta aytib o'tganimizdek, avarlar miladining 440-yili 6 oydagi turklarni bo'ysundirib olgandan boshlab, ularni avar qo'shinlarini harbiy qurol bilan ta'minlashga va avar baglarining hashamatlik aysh-ishratlik turmushini bezashga kerak bo'ladigan oltin saymonlar, oltindan yasalgan zibu zinnat buyumlari qatorliq narsalarni yetkazib berishga majbur qilgan. Avar qag'anlari hatto ularni tumirchi qullarim deb haqorat degan. Ana shundaq ezilish va xo'rliqqa chidamagan turklar o'ziga qeyrindosh bo'lgan Uyg'urlarni, Altaydagi surtadushlarni o'ziga beqindirish orqali kuchayib, avarlarning zulmidan qutulib, ulug' turk qag'anligini qurishga bel bog'ladi. Bu ulug' g'oyani milodining 535-yili qurilgan turk qag'anligi avarlarga beqilish sharti bilan qurilgan edi. Shu turk qag'anligining xoni Turum ulug' Bayg'unning o'g'illari Tumanxon bilan Istamixonlar amalga oshirdi. Tumanxon milodining 550-yili avar xaqoni Aynag'ayga elchi avatib avar malikasiga o'ylanganligini bildirdi. Aynag'ay ko'k turk elchilaridan Tumanxonning qo'ygan talabini anglagandan keyin Tumanxonni haqoratlab, "Ha, tumirchi qullarimning bundaq talabni qo'yishga nima haddi bor ekan?" dedi. Aynag'ayning yo'lsizligidan g'azablangan Tumanxon bu javobni ilib kelgan avar elchilarini o'ltirib tashladi. U milodining 551-yili G'arbiy Vey xonligining xoni Yan Bavjuga elchi avatib, ularga kuy o'g'il bo'lganligini bildirdi. Turklar bilan birlashib avarlarga taqobil turmoqchi bo'lgan G'arbiy Vey xoni shu yili 6-oyda Malika Changluni Tumanxonga yotliq qildi. Tumanxon Uyg'urlar, ya'ni Turalarning quramiga yetgan yoshlarni qo'shinga ilib, turk qo'shinlarini kuchaytdi. Tashqi jihatda G'arbiy Vey xonligi bilan ittifoqlashdi. U yuqoridagi ishlarni o'rindab bo'lgandan keyin milodining 552-yili ko'k turk qo'shinlariga o'zi bosh bo'lib, avarlar ustiga atlandi. Buningdan xabar topgan Aynag'ay nihoyatda nurg'un qo'shinni safarbar qilib, 2-oyda Tumanxon bilan urushadigan maydonga yetib keldi. Tumanxon bilan Istamixon qo'mondonligidagi ko'k turk qo'shinlari hozirgi Xibi o'lkasining shimolidagi Sadichin sepilning sirtiga kelib sap tortdi. Ikki o'ttirda bo'lgan qonliq jangda turklar avar qo'shinlarini teri bilan qilib tashladi. Ajallik mag'lubiyatga uchragan Aynag'ay o'zini o'ltirib oldi. Avarlar ustidan g'alaba qozongan turklar ulug' ko'k turk qag'anligini qurdi. Shunday qilib bu qitimliq o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.